Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Avstraliya axborot şirkati ABC bayonot e'lon qilib, avstraliyalik rejissor Jeff Daniel ishlagan va Xitoy Avstraliya orasida diplomatik so'g'uqchilik paydo qilgan Muhabbatning 10 sharti nomli filmning ABC'ga qarashli Tor va televiziya kanali tarafidan bu yil ichida rasmiy qo'yiladiganligini jakoladi. According to the story, when Rabia Kadir was born, her father customarily dug a hole to bury her birth blanket. Mazkur film buningdan 2 yil avval Avstraliyada qo'yilgan bo'lsa-mu, biroq bu qitim uning Avstraliya hukumati boshqaradigan rasmiy televiziya kanali va Tor sistemasida qo'yilishni qaror qilinishi tunji qitimliqdir. Avstraliya axborot vositalarining xabar qilishicha, Avstraliya axborot şirkati Avstraliya parlament a'zolarining besimida yuqorqi qarorni chiqargan. Avstraliya Melbourne xalqaro film festivali Xitoy hukumatining filmni cheklash talabini rad qilib, 2009 yil 8 oyda Muhabbatning 10 sharti nomli hujjatli filmni festivalga qatnashtirgan edi. Canberra hukumati Xitoyning Rabia Qadir xonimga viza berishni rad qilish to'g'risidagi talabiga quloq solmagan. Shuning bilan Avstraliya Xitoy orasida bir mezgil diplomatik so'g'uqchilik paydo bo'lgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi yezi o'tir maktablarini amaldan qoldirib, o'quvchilarni nahiya markaziga yig'ib o'qitish qadamini teziltayotganligi ma'lum. Bizga kelgan uchurlarga qaraganda bu xil ahvol Aqsu viloyatining Uchturpan noyisida ko'rilgan. Doiralar Uchturpan tavasidagi 8 yezi o'tir maktabning 7sini bekor qilib, o'quvchilarning hammasini nahiyaga to'plagan. Bu ba'zi ota-onalarga qiyinchilik tug'dirgan. Maktablar 2009 yili taqilib, nahiya markaziga Goching nomli bir maktab qurilgan va o'quvchilar bu maktabga to'plangan. Uchturpan nahiyalik ma'rif idorasining partiya sekretari Muxtar Keramning bildirishicha, navbatda mazkur maktabda 5500 o'quvchi bor bo'lib, bular har 2 haftada bir qitim uyiga qaytadi ekan. Maktabning tuzumi va shakli haqida to'xtalgan falsafa fanlar doktori Mamtimin Ala bu xil tarbiyalash usulining Uyg'ur milliy ma'rifi va Uyg'ur milliy kimligi uchun mo'lcharligisiz yo'qotish tahdidi paydo qilayotganligini ilgari surdi. Amerikaning Oregon shtatidagi bir tadqiqot markazi o'xshamagan 6 gangi daryo maymunining g'o'l hujayrasidan foydalanib, dunyoda tunji qitim Kemira deb atalgan bir xil maymun bolalarni yetildirdi. Mazkur tajriba Oregon shtati g'o'l hujayra tadqiqot markazining nopozliq tadqiqotchisi Uyg'ur olimi Shuhrat Mutallipov boshchiligida olib berilgan. Tadqiqot markazi o'zining mazkur tajriba natijasini 5-yanvar Amerika axborot vositalariga oshkorladi. Bu dunyo axborot vositalarining diqqatini qo'zg'ab, shu kungi eng qiziqarli ilm-fan xabari bo'lib qolgan. Shuhrat Mutallipov radiomizning ziyoratini qabul qilib, bu xil g'o'l hujayra tajribasining dunyoda tunji ishlanganligi ham buning kelgusida yurak, shakar kasali, Parkinson qatorliq nurg'un kasalliklarni davolash yo'lidagi muhim bir qadam bo'lib qolganligini ilgari surdi. Xitoy doiralari bu yilning Yangi yil va Chag'an mazgildagi jamiyat amonligini qo'g'dash bahonasida Uyg'ur elida uy aqtirish harakati elib borgan. Xitoyning tinchlik to'rida oshkorlanishicha, doiralar Yangi yil kechasi bir kechada 2871 xodimni harakatlantirib, muqimsizlik va amonlik masalalari bor deb gumon qilgan 100 organ, 1000 jamoat so'rini va 100 ming oilada tuyuqsiz tekshirish elib borgan. Bu jarayonda 16 kishini qo'lga olgan. Xabarda bu kishilarning millat tarkibi va qandaq jinoyat bilan qo'lga olinganligi haqida izohat berilmagan. Doiralar buning oldida Uyg'ur eli miqyosida 100 kunlik qattiq zarba berish harakatini boshlagan edi. 2011-yildan boshlab Xitoy doiralari Uyg'ur elidagi nopos va planliq tug'ut boshqarishdagi siyosiy tadbirlarni yanada kuchaytgan va bu yillik xizmatning tabiiy ko'payish nisbatini tovanlatishga qartilganligini bildirgan. Bu vaqtdagi plan 8 noyabr Urumchida ochilgan Uyg'ur avtonom rayonlik nopos planliq tug'ut xizmati yig'inida oshkorlangan. Doiralar bu yillik Uyg'ur elidagi planliq tug'ut xizmatining nishoni noposning tug'ilish nisbatini tovanlatish va muqimlashtirish deb chaqalagan. Uyg'ur elining janubidagi 3 viloyat va bir avtonom oblastning Xitoy hukumati yuqorida o'tirg'a qo'ygan planning asosliq nishon doirasiga ilinganligi ilgari surilmoqda. Ba'zi yerlik ma'rif tarmoqlari Uyg'ur o'qituvchilarni Xitoy tili saviya o'lchamiga yetkazish uchun qishliq ta'tilga qo'yib bermagan.
qo'sh til o'qitishi elib kelayotgan besimlar o'qituvchilarda norozilik paydo qilgan. Atush shahridagi Uyg'ur o'qituvchilar tarafidan Uyg'ur torbatlariga qo'yilgan Ma'arif nazoratiga ochiq xat temiliq yozma va buningga qaytarilgan inkaslardan qaraganda Atush shahridagi o'rta va boshlang'ich maktab o'qituvchilari ko'pincha hollarda ta'til mezgilida tarbiyalashga o'rinlashtirilayotgan bo'lib, bu o'qituvchilarni ro'yi va jismoniy jihatlardan charchatgan. Atush shahridagi ma'lum boshlang'ich maktab o'qituvchisining bildirishicha, davlat ma'rif siyosatlarida o'quvchilarning yukini yengiltish ta'kidlanayotgan bo'lsa-mu, aksicha Uyg'ur o'qituvchi va o'quvchilarning yuki bag'ancha oshmoqda. 1 ayning 7 kuni Turkiyaning eng chong televiziya kanali Show TV'de o'tkazilgan mahorat ko'rsatish musobaqasida 4 yoshli Uyg'ur o'g'li Mujohid Qashqarli bag'alovchilarni qoyil qilib, hal qilg'ish musobaqaga tanlandi. Musobaqaga Uyg'urcha kiyim-kechak kiyib chiqqan Mujohid Qashqarli oldi bilan programma riyosatchisi Ajun Elijalining savollariga javob bergandan keyin shoira Nurullo Göktürkning Uyg'ur shehidlariga atab yozgan Biz kim nomli she'rini deklamatsiya qildi. Şehirde Xitay Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmga dunyoning, bo'lib Turkiyaning qarab turishiga bo'lgan norozilik ifodalangan. Shundaqla Uyg'ur davosi uchun jinini fido qilgan shehidlarni aslash bilan birga Sharqi Turkistonning egalarining Uyg'urlar ekanligi bayon qilingan. Beijingdagi Uyg'ur da'vogarlardan Tursunjon G'opur o'tgan oyning 6 kuni Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilib, Yengishahar noyilik turmaga tashlangan edi. Xitoy turmasida 26 kun yetib chiqqan Tursunjon G'opur oshkorlagan ma'lumotlardan qaraganda, Yengishahar noyilik turmining 6-kamerda jazo muddatini o'tayotgan Mehmet Tursun Mahmud, Sidiq Hafiz, Abdurahman Qo'zi va Abdursul Eli qatorliq 4 nafar siyosiy mahbusning hammasi Yengishahar noyisidan ekan. Sharqi Turkiston Islom harakati tashkiloti rahbari Hasan Maqsumning tabliqlarini ko'chirib tarqitish, 5-yo'l voqeasiga oid uchurlarni oshkorlash, qonunsiz badan chiniqtirish va yoki atalmish qotillik qurollarini saqlash qatorliqlar bularning jazoga tortilishiga sabab bo'lgan ekan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi To'r televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.